akalar görüp turibmiz. Qo'ldan kelganicha bizlar ham girib, ihson qilib turibmiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Men bir o'zimni tanishtirsam. Men shu qishloqda shu uy bo'lib turgan, shu ko'tarib turgan O'ktamboy xona nasidan loyihasida bir 500-600 metr ayranda duraman. Ataxonim Omonboyman. Donig'allaba, Donimag'allaba. Ben bir narsani aytib o'tchakman. Men bu yerda hech kim emasman. Prosta bu O'ktamboyning avval shu uyi qilib berish kerak, shuni uyi yıkıp boshqatdan qilib berish kerak deganda men internetdan ko'rib qoldim O'ktamboy. Keyin O'ktamboyga men sizlab telefon qildim. O'ktamboy, "Neden siz aka falan yerdan men ovozimdan bo'g'anidan ukama o'xshatdi O'ktamboy. Ukama o'xshatdidan Sardor akamisiz yo dedi. Yo'q, Sardor akang emasman, men akasi Omonboyman dedim. Keyin ben Roman Palvonning bolasi Omonboyman. Keyin O'ktamboy aytdi, "Ha, bo'ldi, Omon aka, sizni doniyman" dedi. Men bu bilan nima diyecekman? Endi O'ktamboy ko'rib qoldik. Shu qo'llab-quvvatlash O'ktamboyni men ichida ko'rdim. Keyin O'ktamboy yoshligini bildimdan sansirab gapladim. Shuni bezuk qilib berayim, 1 minut stopini bosib turasizlarmi? O'ktamboy ko'rib qoldik. Ertaga shu yerda uchrashadigan bo'ldik. O'ktamboy birinchi gaplashgan vaqtimda 2 eshik ihson mendan dedim O'ktamboy, to'g'rimi? Men buni millat qilmajakman. Chunki bu yerda menga qarab, shu uya o'zimiz hissamiz qo'shish. Ha? Havo. Shuning uchun hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Keyin yana bir narsani bir hayron qolgan joyimiz bir bizlar yana rag'batlantirib, yana ihsona shuning bir yaxshi odamlar shu qilib turgan O'ktamboy qilib turgan ishlarini boshqalar kimningdir shuning bir yaxshi ihsonlar qilib, uylar qilib turgan bo'lsa, hammani omadini bersin deb qolamiz. Bu yerda Eshmat ekan, Toshmat ekan degan joy yo'q. Biza Qudratgina ihson qilib turibmiz. Keyin Sardor Rahimjonga ham ihson qilib turibmiz. Bu qilgan ihsonimiz o'zimiz uchun-da, u birava yaramaydi. Meni qilgan ihsonim Sherpaka ham yaramaydi, bu boshqa ham yaramaydi. Ina bu uy savat bo'lib yo'tallik qiladi. Masalan, bir hamma bizlarda ham ihson sevarish ko'paysa, men buning bilan o'zim ham maqtajak gapim yo'q. Nima diyecekman? Keyin yana bir quvonarli holat bo'lgan joylari bor. O'ktamboy o'tkirib keldi-ku, taxtalari ko'rib berdi. Shunda Omonboyni ko'rsam ko'zim qo'nadi. Omonboyni ko'rsam xursand bo'lib ketaman deb tushdi. Bir ukaxonimiz kim edi odi? Shahzodbek Atamuratov degan yigit yozibdi, yana biri yozibdi. Rahmat hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Keyin O'ktamboy havo. Yo'q, bizlar shu maqara Omonboy akamni ko'rsak, yana bizlar bir yanadir boshqacha bo'lib ketamiz degani bizlar yana ihsona shu sizlar qo'llab-quvvatlasha yana bizlar bir energiya bo'ladi, kuch-quvvat bo'ladi. Havo. Keyin yana bir masalani bir yaxshilab e'tibor qilinglar o'rtoqlar. Ish O'ktamboy qilmasa, bu 50 yildan shu holatda yashab o'tib ketishi mumkin edi. Chunki bolalar bir shustri emas, bir o'g'li bor, lekin nima desak bir sal bo'shroq deymizda, endi boshqa neda o'limiz, sal bo'shroq yigit. Ha, O'ktamboy sho'ri kelib qo'llab-quvvatlab, shuni internetga chiqardi, ommaga chiqardi. Bu sardin boshqalardan qo'llab-quvvatlovchilarim nasi bilan ina xudo xolasa uyimiz bunyod bo'ldi. Men o'ylaydim-da, bir faqat yozda uy joy solsa bo'ladi, qishda solib bo'ladi deb o'ylamaydim. O'ktamboy, Qudrat, Sardor Rahimxon shunga o'xshan hammangizdan Alloh rozi bo'lsin o'rtoqlar. Chunki bu qishda bir oy ichida uy qilib odamlarni ko'chirib o'tirishdan gapdim qiyin masala. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Qalbimiz yozda o'z ob-havo qishligi qalbimiz yozda. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Ana rahmat. Ana rahmat. Yana bir narsa uchun men to'xtalib o'taman-da. Yana bir narsa uchun to'xtalib o'taman. Endi o'zimning fikrimda men. Bir Guzakda bir 4-5 oylar yomg'ir yog'madi. Allohdan O'zbekiston bo'ylab juma kuni Allohdan yomg'ir so'rab duo qilamiz dedik. Shu kuni o'zida Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo sho'rlarda ham yomg'ir ham qor yog'di. Ina Allohning inoyati ko'rdingizmi? Havo. Yana bir narsani aytamiz. Biz Allohdan so'raymiz, ey Alloh taologa, mana 2 xonali qatish, 2 etajli qatish bergaysan. Falan yerlardan, Toshkentlarda uchastka bergaysan deymiz. Duo qilamiz, so'raymiz.
Lekin ihsan kılacakta kisemizin içinde karımızda bir kani bunu neyde rakı yok mu? Bir 5000 yok ihsanı kette sorasak yani Allah'dan kette üyeleri sorasak ihsanam narmanı kette kılayız. Allah Teala'nın vedesi bu. Biri verecek. Ben sana nini veremem diye Allah'ın vedesi bu. Allah'ın vedesine işanmasak biz kanday adamız. Allah'ın varlığına işansak, Kur'an kitaplarına işansak, Allah'ın vedesine biri versek nini veremiz diye sözüne işanışımız gerektir. Büyüm ol. Çin köngülden ihsan kılışımız gerek. Fakat biremez ya başka. Lütfuydu ya bir ihsan sever insanların saf kengelsin diye maksatta ettirmiz bu meselelerden. Bu yine bir mesele bu Ökten boy. Bu nerse şu halkımızın duası bilen bultur. Ökten boy senin bilen, menin bilen boladan nersemez. Bize sen, men, işmet, taşmet bize sebepçimiz. Düşündün mü? Halkın işi abonaçıları duası bilen, başkalarının duası bilen bultur. Kışta bir ayak almayın, üyü salıp, nülden yıkıp durup salıp götürüp, şipirle kılıp, üyünü çıraylı kılıp, köçür işten gep, asan gepmez de o. Hemmeyizde Allah razı olsun. Yine bir nerse şu Ökten boya her gün abonaçılardan iltimas kılgan bola dedik. Allah'a Ökten boya dua kılıp koysalar. Çünkü Ökten boyunu yaxşı insanlar köpeğe bir halkımıza şu hizmet kılıştan çarçamaysalar Ökten boy. Ben şu her gün videolarınızı göremenden xursand bolaman. İhsan bilen yıkılıp adamları şu bir xursandçilik bağışlasa bola deken kılığı dep. Yine Serdar Rahimxon'da göremedik. Lekin Serdar Rahimxon bizlerden yosh bolsa, bizler ustozimiz u. Rahmat insana. Yana bir narsani iltimos qilamiz. Bereke Media kanalına obuna bolup, Bereke Media şu yerda syomka olib turibdi. Birsi-birsingiz gözatib berishingiz mumkin. Bereke Media kanalim şu bir Xudo xolasa. Bu mesela bir hazırlıkça toza iş başladı. Bu reklamanız olsa 1-2 safar tekinga qilib berishi mumkin. Şunniyle mut kılışı mümkün. Kalaverse dikkatlırlar olsun ki. Arab oldu. Keyin yana kuldan geliyeniçe şu Ökten boya kollab quvvatlab qarashi kuldan geliyeniçe şu kömekleşi bir işi Bereke Media'nın egasi Didorbek meni o'g'lim bo'ladi. Endi bize Xudo xolasa kuldan geliyeniçe sen işimden erten ya Didorbek bere gelsen yine syomkani qil yo işimden birga boramiz sen xizmatini qil desen qiladi Xudo xolasa şu Ökten boy shoirti bo'ladi meni o'g'lim Didorbek bu qilayotgan harakatlarimiz hammasi Allohning roziligini istab qilib turibmiz. Meni qilayotgan ihsonim o'zim uchun, sizni qilayotgan ihsoningiz o'zingiz uchun. Fakat bir de bir maqtanish yo boshqa emas. O'zimiz uchun qilib turibmiz. Nima qilsa? Xudo xolasa Vadaberga 2 dona ishkim bor edi. Ökten boy, xabaring bo'lsa. Xudo xolasa imkon bo'lsa bugina kelib quramiz. Agar yomg'ir Xudo xolasa normalni bo'lib yog'min dursa, bo'lmasa ertaga yo bugun ikkalisha qurish harakat qilamiz. Keyin men bir million ihson qilib berdim. İş üçün deb yozib berdim teyine. Keyin yana 500 ming so'm ihson qildim. Bu işkin pulundan deb. O meydaçıda ihsanım ben her gün ihsan qilyapman o'zim uchun. Mening ishimni her gün rivojini Alloh berib turibdi. Bu reklam emas, boshqa emas lekin. Men o'zimda siylash uchun qildim shuni. Men ihson qilyapman. Alloh taolo her gün meni ishimni rivojini berib turibdi. Shu hammangizdan shu sababchi bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlab, tilakda bo'lishlaringizni, shu kommentariyalar chiroyli yozib, kengroq tarqatishlaringizni so'raymiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu ne deymiz? Ökten boyda yaxshi insonlar ko'paysin. Bo'lgani shu Ökten boyda yaxshi insonlar shular qo'llab-quvvatlovchi, sababchi bo'lib turgan sizlardan ham hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ökten boy bir duo qilamiz esa, ilohim shu boshlagan ishlaring xayrli, manfaatli, barakatli bo'lsin. Qalaversa ishlaring davomiy bo'lsin. Allohning panohida bo'lg'aysa uka, shu saxiy insonlar yoningda turib, Ökten boy meni yoningda bormi uka? Qo'rqma. Men Allah Teala'dan bir senin için dua kılaman, halkımız için dua kılaman deb yanında tirgek bulup durgaymiz. Bizden başka safin köpeğe yükeş. Sizlerden ihsan kılıcı, sebepçi bulucu insanların safi köpeğe Allah Teala'ya başlayışlarımız hayırlı, menfaatli, bereketli kılsın. Şu hanadanda toyla kılıp oturganda seni şu abonaçıların, bütün Özbekistan, bütün dünya seni kollab kuvvetlab
Sana bir yaxşı tilekleri bildirip oturgay. Allah Teala'ya hemişe öz panahında sırayı hemmemizi. Tinçlik, sağlıkta uçuraşkınca hemmemizde şu bir üyümüzde toyla yaxşı güllep olsun. İşlerinize ahmet, tinçlik, sağlık olsun. Allahu Ekber. Esa ortaklar hemmeyizden Allah razı olsun. Katta rahmet hemmeyizde. Öktenbay rahmet ökes. Seninle bir ihsan sever, seninle bir yaxşı insanlar sebepçiler köpeysin dep kalamız yana. Allah'a dua kıldık, yağmur yağdık, ortay yağmin durgan yağmur yağdı mı? O seninle yine bir de palenkes borayken palenkeskine taşıman yani özümüz için taşımız. Kimkine taşısak özümüz için taşımız ihsanı. Mesela ben kudretim %100 görmeyeyim ben. Sana telefonda sen bilen kim danışkanımız. Ben evvel göreyim ben, lekin sen ökten boylaklığını bilmiyorum ben doğrusu da. İşte de danıştık ki. Geldik, molaları çakırdık, dua kıldık, başlanışını açacak mı anlam ben? Şunu Allah koşturttu, bizler Allah'ı verip tuttu bir yere. Şunu ana rahmet, Allah şurayt tuttu, ökten boy yana var, İşmet yana var, ökten boy sebepli, İşmet sebepli, Taşmet, aman boy sebepli, şu bir üyümüz bina olsun, bir barpa olsun, şunda bir bunların hakkı var mesela. Oygül'ün, Atabağ'ın, ballarının hakkı var. Şunu öyle yaşaşa. Rahmet hemmeyizde Allah razı olsun. Köp geplegen bozam. Üzür hemmeyizden selamet bulgaysıla. Kollap kuvvetlap dururlar. Komitariyanı portlatınlar. Kul kümeki cüde ben fırsat buldum. Bir 15-20 bala işlettirdi. Rahmet. 3 yıl viktarım Allah razı olsun. Özü yaxşı insanın bala çağası. Bir ziyol insanlığın bala çağası da bu. Yine özü ihsan kılıp sana kakras bir günde çıktık mı ertesi şu gün ben bir günde çıktık okşaydı. Ben şipirim beni boynuma dedi şu bilesene mi? Bir günde buna Allah sevap kılıp turttu. Allah tuttu. Bar vikten boy yana. Aman boy yana var. Aman boy bar vikten boy yana. Ütkirbek yana. Birleşin ne bir? Oy gülem Atabağ'ın bir çıraylı yaşasın dep turttu. Allah'dan rahmet. Esa bugünkü siyomkamiz kengroq talqanish uchun her kim qarindoshini 20-30 yuvarib taşımız, komitereler portlatamiz. Hammangizdan Allah razı olsun. Sizlerden yaxshi bir komiteler ulaşmak bir xona yachkada xonalar bir qator gözet chiqinglar. O'rtaqlarina bir qator donishtirib o'tadigan bo'lsa, bedayna kalidur